$48,000 ga ipotechniga hujjat tushadigan bitta zo'r xonadon topib qo'ydim. Lokatsiya Sergeli, Stроительныйdan tushganda 264-maktabni yonginasi. 4 qavatli ko'rasizlar uyi 3-etajida. Hujjatimiz bo'yicha 60 kvadrat metr 2 xona razdelniy xonadon topib qo'ydim. Remont talab, lekin narxi shunga yarasha arzon. O'rtoqlar, uy bilan tanishib chiqamiz. Planировка bilan tanishadigan bo'lsak, kirganimizda eshikdan ko'ryapsizlar, o'zini prixoshkasi, kattagina hol, skriti shkop o'zgartirib katta qilib qo'ysanglar bo'ladi. 10 ga yursanglar, oshxonasi va nariyoq tomonda verandasi 2 ga 6, anchagina katta kvadratura. Oshxonani verandaga olib chiqadigan bo'lsangiz, 3 xona qilib bemalol foydalansa bo'ladi. Xo'p, kirganimizda to'g'riga yuradigan bo'lsangiz, ko'ryapsizlar, mehmonxona. Uy remont talab, lekin narxi shunga yarasha anchagina arzon. Buni yonginasi desa, kattalarimiz uchun yotoqxona. O'zini ko'ryapsizlar, oynalari, tashqariga qaragan balkonlari ham bor. Xo'p, razdelniy sanuzul, hammomi, buni yonginasida hojatxonasi. O'rtoqlar, uyi ma'qul keladigan bo'lsa, past raqamlarimizdan qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, kelib o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rib, batafsil ma'lumotini olinglar.